Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. YouTube tomoshabinlari, chorva buqa ishqibozlari. Biz Xoldimon mol bozoridamiz. 3-iyun 2025-yil seshanba kuni bo'lyapti. Sigir bozoridan video tayyorlash uchun o'tdik hozir. Tarozi holatda buqalarni, qurbonlikka qo'ylar videolarini oldik. Endi sigirlarni ham narx-navolarni yoritamiz xudo xolisa. Hurmatli obunachilar, baraka holatiga to'g'ri kelib qoldik. 80 millionga 3 ta baraka bo'pti hozir. Lutfullo o'zidan chiqadi. 80 millionga 3 ta baraka bo'pti. Qisir holatda. Bolalari yo'q, o'zi bo'ylari 1.45-50 chiqadi. Hozir orqalarini ko'rsatsak, oldiga o'tamiz. Vallahi o'ta katta. Bu qanaqa zot? Kommentariyaga yozib ketinglar bilganlar. Mana shu uchalasi. Hozir oldilarini ko'rsatamiz. Mana shu uchalasi 80 millionga baraka bo'ldi. Mana oldilar. Goldstein. Qisirmi? Nech pul? 16 million kami bor deyapti. 13 million bozor qildi. Bo'ylari 1.10 chiqadi. Qisir holatda, to'qovar ham. Telefon raqamini ayting. 33lik 625 50 52 50 telefon qilaverasizlar qiziqadiganlar qisir holatda. Shunaqadan 8 ta bor ekan. Kimga bo'lsa pastda nomerini qoldiramiz. Mana arzonroq sigir deganlarga yolg'iz holatda sutini 5 taga olinglar deyapti. 15 million kami bor deyapti. Nech pul deyapsizlar? 30 million nech pul qildi bozor? Nechinchi bolasi? 5-bolasi novvos ekana? 5-bolasi. Nechta suti bor? 10 ta? 30 million narx aytayapti. Hurmatli obunachilar. Bolasi novvoscha. Necha oylik bolasi? 3 oylik bo'pti mana. Mana sigir ishqibozlari, sut yo'nalishidagi biznesmen aka-ukalar uchun mana video tayyorlash boshladi. Nech pul deyapsiz aka? Nech pul deyapsiz? 4 oylik bo'g'oz 35 xayri bor. Nechinchisiga? To'rtinchisiga 4 oylik bo'g'oz 35 million kami bor deyapti. Rossiyskimi bular? Rossiyskiy sigir ishqibozlari. Lutfullo o'zgana. Lutfullo o'z. Nech pul qildi bozor aka buni? Bozor 24,5 25 24,5 so'rashibdi bugungi bozor mana hurmatli obunachilar. Suti qanaqa buni? Suti hozirda 9 ta, yangiligida 21 tagacha sog'ilgan. Hozir 9 taga javob deyapti. 21 taga sog'ilgan. Oldingilarida deyapti. Yangiligida, yangi tuqqanda deyapti. Aka nomer qoldirib qo'yamizmi ishqibozlarga? Nechi nomer? 90lik. 303 0024. Telefon qilaverasizlar qiziqadiganlar. 4-siga 4 oylik bo'g'oz. Mana orqalari. Birinchisiga ekan, necha oylik? Bola kichik surat, bola kengi bo'lib tegadi, keyin olib kelib tushamiz. Ana. Necha oylik deyapsiz? 7 oylik. Uyda boqib turasiz, bolasi qo'lga teganda, to'nga bo'lib teganda pulini sano'rasiz deyapti. Ishlanyapti moliga mana. Nech pul narx aytyapsiz? 40 million. Shved. 40 million kami bor. Birinchisiga mana
Bo'ylari 1.25-30 atrofida. Bozor nech pul so'radi aka? 34,5 million beqildi. 34,5 ga sotmabdi. Sement talaba? Hurmatli obunachilar, 3-siga 5 oylik bo'g'oz ekan. 45 million dedingizmi? Nargis-chi? 40 million. Bu qanaqa u? 3 oylik nargis hozir ko'rsatamiz. Bunisi ikkinchisiga. Mana bu holatda. Bunisi 3 oylik, ikkinchisiga bu nech pul? 40 million kami bor deyapti bu. Hurmatli obunachilar. Nechinchi bolasi bu? Bolasi Ikkinchi? Xunajinmi, novvosmi? Ikkinchi bolasi xunajin ekan. Bo'yi 1.40 keladi. Hurmatli obunachilar, sigir ishqibotlari. Nech kunlik u? 3 kunlik ekan. Puli nech pul? 52 million kam bor. 52 million kami bor. Suti nechtaga javob? Xohlasa 2 ta beradi. Hammasi ishlaydi? 30 ta deyapti. İkincisi bu bola. İkincisi. Telefon rakam biraz. 77'li. 260 47 87. İşqibozlar telefon qilaverasizlar. Sut yo'nalishiga. 15 oldu. Mana bolasi. Eshigi ham vobshe katta. 10 taga olaverasiz. 10 taga javob deyapti mana. Bolasi novvos ekan. Bolasi novvos. Puli nech pul ekan? 8 kurak. Bolasi novvoscha. 10 taga javob deyapti. 35 beryapti. 35 millionga sotmayapti mana hurmatli obunachilar. Nech pul oldi aka? 40 million. Nechinchisiga ekan bolasi? Ikkinchisiga mana baraka holatiga to'g'ri kelib qoldik hurmatli obunachilar. 40 millionga baraka bo'ldi. Bolasi novvos. Ikkinchisiga semental mana. Aka nech pul deyapsizlar? Bolasi novvos ekan. 27 deyapti. 23,5 qilyapti. 23,5 ga bermayapti. Suti nechta? Aka bolasidan tashqari 8 ta. Bolasidan tashqari 8 ta deyapti. 23,5 ga bermayapti. Nesni sigirlar. Savdosi bo'lyapti, hozir narxini bilamiz. Bolasi novvos ekan. 25 million so'rayapti ekan. Berasizmi? Baraka bo'ldi. Hurmatli obunachilar, Xudo xolasa baraka holatiga harakat qilyapmiz. Savdosi real aniq bo'lsin deb. Nechinchi bolasi ekan bu? 3-chi. 25 millionga baraka bo'ldi. Bolasidan chiqib ketadi 1 yilda Xudo xolasa. Sigir yonga qoladi. 3-chisiga 3 oylik bo'g'oz ekan, tekshirtirishibdi. Bu bozorda mana tekshirishadi, mana shu yerda bolalar bor. Pulli xizmat. Belini ko'tarib turib, to so'rasam tekshirtiring deyapti. 3-chisiga 3 oylik bo'g'oz ekan. 40 million kam bor deyapti. Sementa. Hurmatli obunachilar, qaysi zot sigirlari sut yo'nalishiga yaxshi? Kommentariyada yozib ketinglar, bilganlar.
Bilmaganlarga foydali bo'lib qoladi. Narxlarni biz yoritib boramiz. Bugun sigir ko'p chiqibdi. Har doimga nisbatan. Mana bu ham birinchisiga shekilli. O'ta katta sigir bo'ladi. Aka, qanaqa zot bu? Qora ola. Bo'g'ozmi bu ham? Nechinchi? 2 oy? 7 oydan o'tdi birinchisiga. Nech pul deyapsiz? Pulini 50 million kam bor deyapti. 7 oydan o'tdi deyapti. Mol tuqqandan keyin yana ham cho'zilib, yana ham go'zallashib ketadi. Qora ola paroda. Yoki ola qora paroda. O'ylari 140 chiqadi. Sog'lom holatda.